Assalomu alaykum hurmatli bog'bonlar. Bugun g'alla pistalarga shakl berilyapti. Bular 2018-yilda ekilib, 20-yili payvand qilingan. Bular o'tgan yili hosil ko'rsatgan, faqat yaxshi chaynalmagan, hosil ushlamagan yer kuchsizligi sababli hozirgi kunda ularga hamma choralar ko'rilyapti. Yerga amofost kali berildi. Mana ishlov berilib, keyin mana tanasiga ko'k rangda turibdi. Mana dori sepildi. Nomi hozir esa kimga qoldi. Asosiy qilinadigan ishlar g'alla pistani kesishgan novdalarini tushish kerak. Keyin markazga qarab o'sgan novdalardan olish kerak. Quyoshlar yaxshi tegishini ta'minlab beradi. O'ta ochilsa, keyin shamol ham yaxshi orasidan o'tadi. O'rtaga juda ham qisilib qolsa, quyoshlar yaxshi tegmay qoladi. Endi mana pastdagi novdalar ham tozalab turiladi. Markazga qarab o'sgan novdalar olamiz. Keyin bitta chiziqdan ketma-ket chiqqan novdalar ham kesilishi kerak. Bitta joydan mana misol uchun ikkita novda bitta chiziqdan chiqqan. Ularni bittasini olamiz, markazga yaqin joydan olib tashlaymiz. Shunday qilib keraksiz novdalar olinadi. Bitta chiziqdan kesilgandan olib tashlash kerak. O'rtani ochish kerak iloji boricha. Keyin mayda novdalar juda markazga qarab o'sganlar olib turiladi, keyin bir-biriga yaqinlari sal seyrashtiriladi. Bu yerda hozir hosil sal kamroq. Bu g'alla mana shularda hosillari bor, hosil kurtak mana. Sal kamroq. Endi o'tgan yilgi hasharotlarning zararimi, sababi aniq emas. Endi xudo xolasa kelasi yilga yaxshi hosil ko'rsatadi. Nasib etsa. Mana tayyor bo'ldi. G'alla pistani shunaqa qilib kesib yumaloq holatga keltirsa bo'ladi. O'zi bitta simon. Buni liderlarni kesib nima qilish shart emas, shakl berish. Dori masalasida bo'ya esim kelmay qoldi. Muskopros sepilgan. Muskopros kurtak uyg'onmasdan sepilishi kerak. Ertaroq sepilsa, kechroq sepilsa mana uyg'ongandan keyin hosilga ta'sir qiladi. Mana bu mana shakl berilyapti. Mana lider turibdi. Yon tomonlarga o'sgan mana markazdalarni tozalaymiz. Markazga qarab o'sgan novdalar kesiladi. Keyin yonma-yon bir-biriga yaqin bir chiziqda o'sgan novdalar kesib turish kerak. Shunda to'g'ri kesilgan bo'ladi. Mana bu pista tayyor. Uzoqdan ko'rinishi mana shu holat. Mana bu pista 2019-yil payvand qilingan. Juda bo'ylari ham baland. Daraxtcha bo'lib qolgan. Bo'yi ham 2 metr atrofida. Mana bu talab o'sgan o'zi. Bu chanki pistamiz. Gullari ham o'rtacha yaxshi. O'zi gullashni boshlayapti oldinroq. Bular erta gullaydigan chanki pistalar. Erta pisharlar uchun mo'ljallangan. Kech gullaydiganlar uchun kechroq gullaydigan changilarni payvand qilish kerak. Shunda natija yaxshi bo'ladi.